Oy, tiştikmi o'chanda da. Tinchlik. Ha, yeni kapaplar tamoqlar o'xshatdimi ya? Tamoqqa o'xshab o'tgandagi so'pundan yana bormidi? Voy, bu sopun deb qollar, bu sopun maydog'lik chiqarmoqqa o'xshamdi. Voy chiqirib pakpakiz qilyapti. Ha. Shu so'punni yeni beni olay desam, uydan o'tirish do'konda ishlarni topolmadim. Shunga bu yerda tomoq yegash, yana bo'z mashadni sotib olib ketay deb kelgan. Bu sopunni satmaydi o'shanda da. Ha, shogird falan bir kiyimni yuyamiz deb aka qo'yganmiz desizlar. Sizlar yaragan bo'lsa, asli bir qat versam bo'ladi. Tutuslar undan sonra chiqib turay, ha. Allah. Yani dediler, yeni bir fazla baka ketmiş. İyi, Allah korusun. Ha, çoğunda muş supun şu mu adam? Dalmi shu. Ha, muş supun şu. Endi men so'punning puli bilan tomoqning pulini bir xil hisoblab olsak bo'pti-ku. Bo'ldi, çoğunda da tamakның pulni birib, sopunni aktil versem ben. Buning pulini bermasam bo'lmaydi. Bo'ldi, aktil versem bo'ldi. Men pulisini deslar, men pulisini bermasam qat'iy bo'lmaydi. Kiti versler dese, bunlar çoğunda da tamakka 20 koy, sopun 30 koy, cemi 50 koy bir koy. Bo'ldi, ma'qul. 一起收看80元。 Boy bu çoğunda da biz aldığım kadar sopunun tam bir ötüde. İsimlerden kendim var.